Assalomu alaykum qadrli arzon joy kanali kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun boshqacha temada, xudo xolasa dehqondan birinchi qo'l, xudo xolasa bozorga chiqmagan tanjoni sog' bo'g'oz sigirlarimizdan video qilyapmiz. Xudo xolasa Andijon shahar dimoli akalar dehqondan 3-tug'ma bo'g'oz, 7 oylik bo'g'oz deb aytilyapti. Bitta yurgizib ko'rsataylik aka. Akamiz, voy jonivor, maşallah. Orqalari juda baquvvat narsa ekan aka buni. Voy voy. Orqani kengligini qaranglar akalar. 7 oy plus bo'g'oz ekan akalar. 3-qoringa bitta bolasi bilan olgan ekan akamiz. Bitta bolasi bilan shu bitta bolasini olishibdi, ikkinchi bolasi shu katta bola, uchinchisi qorinda ekan xudo xolasa. Sotiladi akalar. Dehqondan so'ragan obunachilarimizga mana sinaqda bozorga tushmagan birkalari bilan mesni o'zimizning mollardan akalar. Gibrid hisobi 1.25 ga yaqin, 1.23, 1.24 chiqyapti. Bo'yi 8 ta 10 ta sut ekan xudo xolasa. Yeyishga qarab 8 ta xotirjam, уже yeyishga qarab ko'tarilaveradi deb aytayapti. Pulini qancha deymiz aka? Xudo xolasa yaqinlashtirib aytsak 29 ga berib yuboramiz. 29 ga kelishsa bo'ladigan aka. Yana o'tib beradigan. Akalar, yosh bolalar ham sog'oradi deb aytayapti. Hozir bir joydan chiqmagan ekan, sal qo'yapti. Menni begonaligim uchun menni ozgina cho'chib turibdi. Bir joydan chiqmagan, уже endi bu yoqqa chiqishdi. Mana, xudo xolasa yosh bolalar ham kelib sog'oradi deb aytayapti. 7 oy plus akalar. Xudo xolasa etlari ham yaxshi, birkalar bilan ekan. Mesni mollardan 29 dan o'tib beramiz. Dastavkalarni ham kelishsa bo'ladi. Ekranning nomerlariga telefon qilsanglar, xudo xolasa qolgan yana ma'lumotlarini ko'rib gaplashsak bo'ladi. Xudo xolasa tanjoni sog' yaxshi bo'lmadimi aka bu? Yo'q. Hali bo'lmagan a? Iloyim bo'lmasin ham, emlangan akalar. 7 oy уже 8 oyga ham yaqinlashgan. 20-avgustda qo'yganman. Уже sentyabrdan hisoblasam 7 oy plus hisob chiqyapti deb aytayapti akamiz. Xudo xolasa molimiz holati xudo xolasa go'zal. Ekranning nomerlariga bog'lansanglar, xudo xolasa bu yog'i pul zarir sotib olamiz inshaalloh. Dehqondan so'ragan obunachilaringizga shunday podlesa qilib qo'ysanglar, videoyimiz foydali bo'lib qoladi akalar.